pul baxt olib keladimi desa, ko'pchiligimiz pul komfort beradi deymiz-ku. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, shu komfort hayot bizga ziyon keltirishi mumkinmi? Tasavvur qiling, siz o'rta asrlarda yashayapsiz. 10-11-asrlarda. Bir kun tishingiz og'rib uyg'onib ketdingiz. Nima qilasiz? Dorixona yo'q, og'riq qoldiruvchi yo'q, tez yordam yo'q. Darrov Alloh azza va jallaga yuzlanasiz. Shifo so'raysiz, duo qilasiz. Endi faraz qiling, bugun tunning yarmida tishingiz og'rib uyg'onib ketdingiz. Nima qilasiz? Darrov tabletkani oqtarasiz. Bo'lmasa, dorixonaga borasiz yoki kasalxonaga. Shu jarayonni haqiqatan qulligimizni his qilib, Alloh azza va jallaga suyanamizmi? Alloh eslaymizmi? Tan olaylik, ko'pincha oxirida eslaymiz. Bu holatda ko'pchiligimiz o'sha ishimiz bitmay qolganda eslaymiz. Hattoki buni duolarimizda ham bir e'tirof qilib aytamizki, mashhur so'zimiz bor, yo Alloh, bormagan eshigim qolmadi, endi seni eshigingga keldim deymiz. Aslida birinchi bo'lib Alloh azza va jalladan so'rashimiz kerak emasmidi? Savoblarni keng qilishimiz kerak emasmidi? Qadimda onalarimiz shunaqa qilishgan ekanda, uyda tuz qolmasa 2 rakat namoz o'qib Alloh azza va jalladan tuz so'rab, ana undan keyin farzandlarni qo'shnikiga tuz olib chiqing deb yuborishar ekan. Ular avval Alloh azza va jalladan so'rashar ekan. Biz esa oxirida aytishadi-ku, ne'mat Allohdan uzoqlashtirsa, u musibatdir. Agar musibat Allohga yaqinlashtirsa, u ne'matdir deb. To'g'ri, albatta sabablarni qilamiz, lekin sabablarga yopishishdan oldin sabablarga sababchi bo'lgan Alloh azza va jallani unutmaslik kerak. Chunki Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki, qaror qilganingdan keyin Allohga tavakkul qil. Albatta Alloh tavakkul qiluvchilarni sevadi deya marhamat qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.